Koreyaning qadimiy hayotini birgalikda aylanib chiqamiz. Aslida bu kuni men umuman telefon ushlamayman, hech qanday syomka qilmayman deb shunchaki aylanishga borgandim. Bu manzilga oldin ham borganmiz, lekin keyin bilsak, umuman boshqa tomonda biza ko'rmagan joylar bor ekan. O'zimga ham qiziq tuyulib ketdi, sarazu syomkani boshladim. Bu yerdagi qurilgan binolarning kichkinaligini qaranglar. Bu tomonda hattoki detskiy plashatka kattaroq ekan. Piknikka borganimizda xuddi mana shu kacheliga tushgandim. Juda ham yoqib qolgandi. U videoni hatto hali montaj qilishga vaqtim ham bo'lmadi. Borganimizga bo'lsa bilmayman, yaqinda bir oy bo'lib qolsa kerak. Men yoki juda ham band insonman yoki juda ham dangasa bo'lib ketyapman. Mana bu truba deyiladimi, nima deyiladi bilmayman. Juda ham chiqqim keldi. Aslida detskiy bilinib turibdi. Erim ham sen ham yosh bolasan-ku chiqur deganlardan keyin baribir chiqdim. Videoga ahamiyat bergan bo'lsanglar, lekin boshida rosa ikkilandim. Haqiqatan ham o'rtasida to'xtab qolishimga ozgincha qoldi. Orqa tomonda bitta ikkita eski binolar bor ekan. Birinchi ko'rsatganim qadim zamondagi tabibning xonasi. Ikkinchisi bo'lsa shunaqa temir tersaklar yasaladigan joy. Menimcha u vaqtlarda endi ko'proq qilichlar yasashganda. Bir qaraganda hattoki alohida qishloqchaga o'xshaydi. Agar ba'zi bir transportlarni hisobga olmasa, haqiqatan o'sha vaqtga qaytib qolgandek his qilasiz. Teparoqdagi stoyankaga qaytdik va oldin kelgan manzilimizga yana kirdik. Bu yer endi to'lovli, lekin to'lovi arzimagan 2000 won bir kishi uchun. Agar sizning propiskangiz Asan shahrida bo'lsa, u yer sizga mutlaqo tekin bo'ladi. Hozir endi montaj qilayotganimda bildimki, mana shunaqa hatto romantiskiy videolar yasayman deb video ham olgan ekanman. Endi romantiskiy deganda qanaqadir chiroyli muzikalarga video olish jarayoni bo'lsa, ko'rib turganinglardek avvaliga hech narsa bo'lmayotgandek ketamiz, keyin telefonni olgani qaytamiz. Bu tomonda kolyaska bilan yurish ozgincha noqulay, lekin shunga qaramasdan oilalar juda ham ko'p bolalarni olib borishadi. Mana shu kacheliyada ham video olganman, muzikaga tayyorlagani. U yerdan chiqib skameykada o'tirganda u yerda ham video olganman, chiroyli muzikaga moslab, lekin hech qaysinisi hali montaj bo'lmagan. Bir qaraganda juda ham zerikarli joy tuyuladi, lekin haqiqiy qiziqarli joylar hali oldinda. Bu tomonda ham qadimiy o'yinlarni o'ynab ko'rsa bo'ladigan plashatkalar bor. Undan oldingi safar borganimizda o'sha joyda o'yinlar o'ynab ko'rgandik. Bu safar o'tmagan tomonlarimizga o'tdik va boshqacha o'yinlarni o'ynab ko'rdik. Endi buni o'yin deyiladimi? O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Videoni ovozi bilan qo'yib qo'yaman. Birinchi chiqqanim hech narsa emas, lekin ikkinchisi ko'rinishiga oson bo'lishiga qaramasdan juda ham qiyin ekan. Tushunishinglar uchun men bu videoni 2x ga tezlashtirib oldim. Shu darajada qiyin ekanki, bu video juda ham uzun edi. 한 시간 걸려요, 민서 씨? 네. 아들이 좋아하는데? 아들이 웃고 있어 지금. 이제 조금 남았다. 조금 남았어. 아들, 엄마 한 시간 걸렸다. 야, 기다렸다. 응, 아들. 거의 다 왔어, 아들. 응, 알았어, 다 왔어, 엄마 다 왔어. 자, 조금 남았다. 아이고, 나왔다. 됐어? Qo'llarim qizarib ketdi, juda qiyin ekan desam, Erjon ketyaptilar. Voy, oson-ku deb chiqishlari bilan boshladilar. Ko'ringandagi oson emas ekan deyishni. Qaranglar, hatto tushib ham ketdilar. 다시. 재밌어? 그렇지. 아닌데. Mana shu joyda men o'zim bilan o'zim faxrlanib qo'ydim. Men Erjondan tezroq va yaxshiroq yurganimni bildim. Bolajonimizdan bizga qarsakilar. Birinchi chiqib ko'rganimga ham Erjon chiqdilar, lekin uni oson ekan dedilar. Haqiqatan ham u osonroq edi. Endi bu orqa mahallani obzorga kelsak, bu haqiqatan mahalla. Videoda ko'rayotgan ko'plab uylarda haqiqatan insonlar yashaydi. Uychalari kichkinaligi, eshiklari, devorlari pastligi, xuddi kinolardagidek. Bu daraxtga bo'lsa taxminan eng kamida 600 yil bo'lgan ekan. Qanaqadir ko'rsatuvlar olingan joylar ham bor. Tasvirlab bera olmagan gaplarim ko'p bo'lsa ham video uzayib ketgani uchun tugata qoldim. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.